Kolosliklarga yezilgan xat. 1-bob. Xudoning irodasi bilan İsa Masihning elchisi bo'lishga tanlangan menki Pavlus va men orqali qarindishimiz Timotiydan Kolosiy shahridagi İsa Masihga mansub bo'lgan sodiq va muqaddas xalqqa salom. Xudo otimiz sizlarga mehr shafqat va omonlik ato qilg'ay. Biz sizlar uchun duo qilganda hamisha Rabbimiz İsa Masihning otisi bo'lgan Xudoga shukr etimiz. Chunki biz sizlarning İsa Masihga e'tiqod qilganlardan va Xudoning barliq muqaddas xalqiga mehr muhabbat ko'rsatganinglardan xabar topdik. Sizlarning e'tiqodinglar va mehr muhabbatinglar arishda sizlar uchun saqlanayotgan haqiqiy boyliqqa bo'lgan umidinglardan kelgan. Haqiqatdan iborat bo'lgan xush xabar sizlarga dastlabki yetkazilgan chog'dila bu umid sizlarda paydo bo'lgan. Xush xabar sizlarga yetganda sizlar Xudoning mehr shafqatini haqiqiy tonib yetdinglar. Ushbu xush xabar oranglarda birinchi kundan tortib meva berib, o'z ta'sirini ko'rsatganidek, hozirmi dunyoning nurg'un joylarida shunday qilmoqda. Sizlar Xudoning bu mehr shafqati to'g'riliq bizning qadrli xizmatdishimiz Epafroddan ta'lim oldinglar. U İsa Masihning sodiq xizmatkori bo'lib, bizning o'rnimizda sizlar uchun xizmat qilyotdi. U yana muqaddas ruh sizlarga ato qilgan mehr muhabbatdan bizni xabardor qildi. Shunga biz sizlar to'g'risidagi bu xabarni anglagan kundan boshlab sizlar uchun davomliq duo qilib turyapmiz. Biz duoyimizda Xudodan shuni tiladikki, sizlar muqaddas ruh orqali aql farosatga to'lib, Xudoning irodasi to'g'riliq to'liq tushunchaga erishgaysizlar. Shundaq bo'lganda Rabbimizning irodasiga munosib yashab, har jihatdan uni xursand qila olaysizlar. Hamda hayotinglarda har bir yaxshi ishda meva berib, Xudoni texmi chunqur to'nib yetalaysizlar. Biz yana shuni tildikki, Xudo sizlarni o'zining ulug' qudrati bilan kuchlantirgay. Shundaq bo'lganda sizlar har qanday ishga savrchanlik bilan bardoshlik beralaysizlar. Hamda xushol-xuramlikqa cho'mib, Xudo otimizga shukr etisizlar. Chunki Xudo sizlarni yo'riqlikda yashayotgan barliq muqaddas xalqining mirosidan o'rtaq bahramon bo'lishga loyiq qildi. U bizni shaytonning zulm zahmatidan qutuldirib, söyümlük oğlunun padşahlığına elib kirdi. Biz onun söyümlük oğlu arqılıq günahının qulluğundan erkin bolduk. Yani günahlarımız kechirim qilindi. İsa Masih ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydigan Xudoning obrazidir. U barliq mavjudotlardan burun mavjud bo'lgan bo'lib, ulardan ustun turdi. Chunki mayli yer yuzida yoki arshda bo'lsin, mavjudotlarning hammasi u orqali yaratilgan. Ko'gili bo'lgan mavjudotlar yoki ko'gili bo'lmaydigan arshdagi har qanday martabaliklar, mansabdorlar, hukmronlar va huquqdorlar bo'lsin, hammasi u orqali va uning uchun yaratilgandir. U barliq mavjudotlardan burun mavjuddir. Barliq mavjudotlar u orqaliqla mavjud bo'lib turdi. İsa Masih o'z tenidan iborat bo'lgan e'tiqodchilar jamoatchiligining beshi va uning barpo qilg'uvchisidir. Uning har jihatdan butkul mavjudotlardan ustun turishi uchun u eng avval o'limdan mangulikka tirildirilgan. Xudo o'zining barliq mukammal tabiatining uningda bo'lishidan so'yindi. Hamda
u orqali yer yuzi va arishdiki barliq mavjudotni o'zi bilan yarashtirib, uning kristda oqqizgan qini orqali inoqlikni asliga keltirishdanmi so'yindi. İlgari sizlarmu Xudodan ayrilib, qilgan yomon o'y fikringlar va ishinglar sababidan uning bilan dushmanlashgan edinglar. Biroq hozir Xudo o'z o'g'li Iso Masihning inson tenida krestga mixlanib qurbon bo'lishi orqali sizlarni o'zi bilan yarashtirdi. Buningdan maqsad sizlarning Xudoning oldida pok, qusursiz ve ayıpsiz bo'lishinglar uchundir. Lekin sizlar cho'qim e'tiqodinglarda tavranmay, chin ve mustahkam turishinglar. Xushxabar sizlarga elib kelgan umiddan voz kechmasliginglar kerak. Bu xushxabar butun yer yuzida yetkazayotgan bo'lib, men Pavlusmu uni yetkazishga tayinlandim. Men hozir sizlar uchun azob oqibat tatvatqınımga xursandman. Chunki xuddi Iso Masih azob oqibat tatqanga o'xshash, men uning teni, ya'ni e'tiqodchilar jamoatchiligi uchun tortishga tegishli bo'lgan azob oqibatning bir qismini o'z tenimda tatyapman. Xudo xushxabarning sizlarga yetkazishi uchun meni e'tiqodchilar jamoatchiligining xizmatkori qilib tayinladi. Bu xushxabar almisoqdan buyon oshkorlangan. Hozir uning siri Xudoning muqaddas xalqiga ayon qilindi. Xudo bu sirning sizlar Yahudi emasligimu haqiqiy ulug'liq elib keldiganligini o'z muqaddas xalqiga bildirishdan so'yindi. Bu sir dal Iso Masihning qalbinglarda ekanligidir. Bu sizlar umid qilgan ulug'liqqa kelgusida erishinglarning kapolatidir. Shunga biz Iso Masih to'g'risidagi xushxabarni barliq insonlarga yetkazishga, shundaqla Xudo bizga ato qilgan barliq aql farosat bilan ularga nasihat qilib, ta'lim berishga tirishyapmiz. Buningdan maqsad ularning Iso Masihga mansub bo'lib, uningga bo'lgan e'tiqodining har jihatdan to'liq yetilgan holda Xudoning oldiga berishi uchundir. Bu maqsadga yetish uchun Iso Masihdan kelgan hayotimda namoyon bo'layotgan zo'r kuchga toyinib, tirmishib ishlayapman. 2. bob. Mening sizlar va Laodikiya shahridagilar hamda meni texi ko'mgan boshqa kishilar uchun qandoq tirmishib ishlayotganligimni bilishinglarni xohlayman. Mening bundoq ishlashim sizlarning ichinglardan rag'batlanib, bir-biringlarga mehr muhabbat ko'rsatib, o'zaro bog'lanishinglar uchundir. Shundoq bo'lganda haqiqatni cho'nqur tushunishdan kelgan to'liq ishonchga erishib, Xudo oshkorlagan sirni, ya'ni Iso Masihni haqiqiy to'nib yetalaysizlar. Barliq aql farosat va bilim Iso Masihga mujassamlangan. Hech kimning sizlarni chiroyli gap so'zlar bilan ozdirib ketmasligi uchun bularni aytyapman. Chunki men sizlar bilan bir yerda bo'lmasammi, qalbim doim sizlar bilan billa. Sizlarning turmushinglarning tartiblik va Iso Masihga bo'lgan e'tiqodinglarning mustahkam ekanligini anglab xursand bo'lmoqdaman. Sizlar Iso Masihni Rabbimiz deb qabul qilgan ekansizlar. Uningga agishib yashanglar. Uningga bo'lgan e'tiqodinglar cho'nqur yildiz tatgan daraxtga va puxta qurilgan binoga o'xshash mustahkam bo'lsin. Sizlarga topshirilgan haqiqatda ching turinglar. Qalbinglar
Xudoga bo'lgan minnatdorlik bilan to'lsin. Ehtiyotchan bo'linglar. Hech kim sizlarni quruq falsafa va yolg'on sapsatlar bilan ozdirib ketmasin. Bular Ayso Masihning ta'limidan emas, balki insonlarning an'analari va bu dunyodagi yomon ruhiy kuchlarning ta'sirlaridan kelgan. Xudoning barliq mukammal tabiati bu dunyoga inson tendi kelgan Ayso Masihdir. Sizlar ruhiy kuchlar dunyosidagi barliq hukmronlar va huquqdorlardan ustun turg'uchi Ayso Masihga mansub bo'lganlar uchun uning mukammalligidan to'liqlanib tursizlar. Sizlar Ayso Masihga mansub bo'lganlar uchun jismoniy jihatdagi xatnini emas, balki u ato qilgan ruhiy jihatdagi xatnini qabul qildinglar. Bu sizlarni gunohkor tabiatinglarning ilkidan qutuldirdigan xatnidir. Cho'mildirishni qabul qilganinglarda sizlar Ayso Masihga bog'langaninglar uchun uning o'limi bilan bog'lanib, uning bilan billa ko'mildinglar va uning bilan billa tirildirildinglar. Bu Ayso Masihni o'limdan tirildigan Xudoning kuch-qudratiga bo'lgan ishonchinglar orqali bo'ldi. Sizlar burun gunoh ishida yashaganliginglar va gunohkor tabiatinglarning ilkidan qutulmaganliginglar uchun ruhiy jihatda o'lik edinglar. Biroq Xudo sizlarni Ayso Masihga bog'lab, yangi hayotga erishtirdi va butun gunohlaringlarni kechirim qildi. Ayso Masih krestga mixlanganda Xudo barliq gunohlarimiz xotirlangan, bizga qarshi bo'lgan hisob kitobini shu krestga mixlab bekor qildi. Shundoq qilib Xudo ruhiy kuchlar dunyosidagi yomon hukmronlar va huquqdorlarni qurolsizlantirib, Ayso Masihning krestdagi qurbonligi orqali ular ustidan g'alaba qilish bilan ularni butkul olam oldida nomusda qoldirdi. Shuning uchun yemak-ichmak jihatda va hit oyam, hilol oy bayramlari yoki dam olish kunlarini o'tkazmaslik jihatda hech kimning sizlarni ayblaydigan huquqi yo'q. Bunda qoida yo'sullar faqat Ayso Masih amalga oshiradigan ishlardan derak beradigan ko'langidir. Bu ishlar Ayso Masih tarafidan amalga oshirilib bo'ldi. Soxta kamtarlik qilishga va farishtalarga cho'qinishga berilgan kishilarning bundaq ishlarda ayblashlariga parvo qilmanglar. Ular soxta g'oyibona alomatlarga eslashib elib, har xil xom xiyollarda bo'lib, asossiz takabburlik qiladi. Ularning e'tiqodchilar jamoatchiligining beshi bo'lgan Ayso Masih bilan hech qanday munosabati yo'q. E'tiqodchilar Ayso Masihning boshqarishi va parvishida xuddi badandagi bo'g'im va payla o'zaro ching tutashgandek o'zaro birlashib, Xudoning irodasi bo'yicha o'sib yetiladi. Sizlar bu dunyoga nisbatan Ayso Masih bilan birga o'lib, bu dunyodagi yomon ruhiy kuchlarning ta'sirlaridan ozod bo'lgan ekansizlar. Ya'ni nima uchun? Shularning buni tutma, ovini yema, buningga tagma deganda qoida yo'sinlariga yepishib olasizlar. Bu qoida yo'sinlarning hammasi tugaydigan narsa to'g'risida bo'lib, faqatla insonlarning buyruq va ta'limlaridan paydo bo'lgan. Ro'shanki, kishilar o'zlari ijod qilib olgan dinlardagi mundoq taqvodorlik, soxta kamtarlik va o'z tinini azobga soldigan qoida yo'sinlar donolikda ko'rinsa-mu, amaliyotda gunohkor tabiatimizga havaslarni cheklashda hech qanday foydasi yo'qdir. 3-bob.
Eyso Mesih bilan birga tirilgan ekansizlar. Undaqda arishdagi ishlarga intilinglar. Eyso Mesih arishda Xudoning o'ng tarafida o'ltirdi. Sizlar bu dunyodagi ishlarga emas, balki arishdagi ishlarga bosh qotiringlar. Chunki sizlar bu dunyoga nisbatan o'ldinglar. Hayotinglar Eyso Mesih bilan Xudoning huzurida pinhondir. Hayotinglarning manbasi bo'lgan Eyso Mesih qaytib kelganda, sizlar uning bilan birga shon sharafda ayon bo'lsizlar. Shuning uchun o'zinglardagi bu dunyoga xos orzu-havaslarni, ya'ni jinsiy axloqsizlik, nopoklik, shahvoniylik, razil havas va ochko'zliklarni tashlanglar. Ochko'zlik butparastlikdan farqlanmaydi. Xudoning g'azabi mushundaq ishlarni qilguvchilarning beshiga tushidi. Burun sizlarmi bundaq orzu-havaslar ichida yashab, razil turmush kechirgan edinglar. Endi bundaq yomon ishlarning hammasini tashlanglar. G'azablanish, ochiqlanish, yomon niyatli bo'lish, tuhmat qilish yoki adabsiz gap so'zlarni qilishdek yomon ishlardan yiroq turinglar. Shundaqla bir-biringlarga yolg'on so'zlamanglar. Chunki sizlar koni tabiatinglarni burunqi qilmishinglar bilan birga cho'rib tashlab, yangi tabiatga ega bo'ldinglar. Sizlar yaratuvchi Xudoning obrazi bo'yicha yengilinayotganinglarda Xudoga bo'lgan tonishinglar cho'nqirilishdi. Bu yangi hayotda bizning Yahudi yoki Yahudi emas, xatni qilingan yoki qilinmagan, madaniyatsiz, hatto yovvoyi, qul yoki hur bo'lishimiz muhim emas. Muhimi Eyso Masihdir. U bo'lsa hammamizning qalbididir. Xudo sizlarni suyib, o'zimga otgan xalqim deb tanlagan ekan, rahimdil, mehribon, kamtar, muloyim va sabrchan bo'linglar. Bir-biringlarga kam qo'saq bo'linglar. Agar oranglarda bir kim sening ko'nglingni og'ritgan bo'lsa, uni kechiringlar. Rabbimiz seni kechirgunidek, sizlarmi boshqalarni kechiringlar. Eng muhimi mehr muhabbatlik bo'linglar. Chunki mehr muhabbat bir-birimizni bog'lab mukammal inoqlikqa boshlaydi. Eyso Mesih ato qilgan tinch omonlik qalbinglarni boshqursin. Chunki sizlar bir tanning a'zolari bo'lib, bu inoqlik ichida yashashga chaqirildinglar. Hamisha Xudoga shukr aytinglar. Eyso Mesihning ta'limlari qalbinglardan to'liq o'rin olsin. Bir-biringlarga Xudodan kelgan barliq aql farosat bilan ta'lim beringlar va nasihat qilinglar. Minnatdorlikqa to'lgan qalbinglar bilan Xudoga zabr munojotlari, madiya noxshlari va muqaddas ruhning ilhomidan kelgan g'azallarni aytinglar. Mayli, sizlar nima danglar yoki nima qilinglar, hammasini Rabbimiz Eysoning nomining ulug'lanishi uchun qilinglar va Eyso Masih orqali Xudo otimizga shukr aytinglar. Ey ayollar, Rabbimizga mansub bo'lganinglar uchun shuningga munosib holda erlaringlarga itoat qilinglar. Ey erlar, ayollaringlarni suyinglar, ularga qattiq muomala qilmanglar. Ey bolalar, har qanday ishda ota-onanglarning so'zini anglanglar. Chunki bu Rabbimizni xursand qiladi. Ey otalar, farzandlaringlarga bo'lgan muomalada
ularning nafratini qo'zg'ab qo'ymanglar. Undaq qilsanglar, farzandinglar tushkunlashib ketadi. Ey qullar, bu dunyodagi xo'jayininglarga hamma ishda bo'ysuninglar. Buni ularni xursand qilish uchun faqat ularning oldida emas, balki hamisha chin qalbinglar va Rabbimiz bo'lgan cho'nqur hurmatinglar bilan qilinglar. Har qanday ish qilganda jon dil bilan qilinglar. Buni odamlar uchun emas, Rabbimiz uchun qilgandek qilinglar. Esinglarda bo'lsinki, Rabbimiz o'z xalqiga berishga va'da qilgan mirosni sizlarga in'om qiladi. Chunki sizlar haqiqiy xo'jayininglar, Rabbimiz Ayso Masihga xizmat qilyapsizlar. Mayli, kim bo'lishidan qat'iy nazar yomon ish qilsa, qilgan yomon ishiga yarasha Xudoning jazosiga tortiladi. Chunki Xudo hamma insonlarga o'xshash muomala qiladi. 4. bob. Ey xo'jayinlar, qullaringlarga to'g'ri va odil muomala qilinglar. Chunki sizlarningmi arishda xo'jayininglar borlig'ini unutib qolmanglar. Duo qilishni to'xtatmanglar. Duo qilganda butun diqqatinglar bilan duo qilinglar va Xudoga shukr aytinglar. Biz uchun yana shundoq duo qilinglarki, Xudo o'z xabarini yetkazishimizga yo'l ochib bersin. Shundoq bo'lganda, Ayso Masih haqidagi oshkorlagan sirni jakarlay olamiz. Men hozir dal mushu xush xabarni yetkazish sababidan kishanlandim. Mening bu xush xabarni qo'limdan kelishicha aniq tushuntirishim uchunmi duo qilinglar. Ayso Masihga e'tiqod qilmaganlar bilan aloqa qilganda, aql farostinglarni ishlatib, har bir fursatni qo'ldan bermay, xush xabarni yetkazinglar. Ularga qilgan gap so'zlaringlar hamisha yiqimliq, ularning diqqatini tortadigan bo'lsin. Shundoq bo'lganda, har bir odamga qanday yo'l bilan javob berishni bilib olalaysizlar. Rabbimiz yo'lida men bilan birga xizmat qilayotgan sodiq xizmatkor, so'yimli qarindishim Tikikus, men to'g'riliq barliq ishlarni sizlarga so'zlab berdi. Uni ahvolimizni yetkazish va sizlarni rag'batlantirish uchun sizlarning oldinglarga avatman. Sodiq, so'yimli qarindishimiz ham yurtdishinglar bo'lgan Onesimusnimi uning bilan birga avatman. Ular bu yerda bo'layotgan hamma ishni sizlarga so'zlab berdi. Men bilan birga zindonda yetayotgan birodarim Aristarxus, shundaqla Barnabaning jiyani Markusdan sizlarga salom. Agar Markus yeninglarga berib qolsa, uni topilganimdek kutib elinglar. Yustus deb otilib kelgan Isomu sizlarga salom etdi. Xudoning podshohligi uchun ishlayotgan xizmatdoshlarim ichida Yahudilardan bo'lgan e'tiqodchilar faqat mushularli bo'lib, ular menga cho'ng tasalli berishdi. Ayso Masihning xizmatkori va yurtdoshlar bo'lgan Epafrodin sizlarga salom. U sizlarning e'tiqodda pishib yetishinglar, Xudoning butkul irodasiga bo'lgan ishonchinglarda chin turishinglar uchun hamisha jon dili bilan duo qilmoqda. Uning sizlar uchun hamda Laodikiya va Hierapolis shahridagi qarindoshlar uchun ko'p ajr singdirib kelganligi to'g'risida sizlarga guvohlik beraman. Qadrli tebib Luqa va Demasmu sizlarga salom etdi. Laodikiyadagi qarindoshlarga bo'libmi Nimfa xonimga va uning uyida jam bo'ladigan e'tiqodchilar jamoatchiligiga
salom etqaysizlar. Bu xat oranglarda o'qilib bo'lgandan keyin Laodikiyadagi e'tiqodchilar jamoatchiligi ichidimi o'qilsin. Sizlar yana Laodikiyadagi e'tiqodchilar jamoatchiligi yozgan xatimnimi o'qinglar. Arkipusqa shuni aytinglarki, Xudo uningga topshirgan vazifani cho'qim ado qilsin. Menki Pavlus bu oxirgi salomni o'z qo'lim bilan yozyapman. Mening put-qo'llarimning kishanlik ekanligini unutmanglar. Xudoning mehr shafqati sizlarga yor bo'lg'ay.